Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum obunachilarim. Bu bemorimiz Yangi bozor bog'lanmadi. Ava bog'lan. Bog'langan gavadiz, navariklar bilan gavadiz. Oyoq og'rig'i bilan. Oyoq og'rig'i bilan gavadiz, tizada o'xshidi. Ava, tizam chiqqan ekan. Qanchadan bana bor? Ko'p vaqtdan bana bor og'riq ya yaqinda boshladimi? Ko'p vaqtdan beri bor edi balam bu og'riq. Necha yildan bana bor? Sir bo'lmasa. Bir 6-7 yil bo'ldi desam 6 yildan bana. Adashmagan bo'laman, ava. Doktorlarga ko'rinib, davolanib, natija ko'rdingizmi? Ukullar alıp. Doktorlarga bardım, ayaklarıma, tizelerime okul aldım. Issı sularga düştüm, tuzlarga bardım. Barmagan yerim kamadı balam. Ağrıklar ötmedi. Ağrıklar hiç ötmedi. Vaqtinchalik ötüp durdu. Vaqtinchalik ötdi dagı yine şu ağrı ahırında yürü almaya keldim şu yerge. Yürü keldiniz, ha? Ava. Bugün Xudo xolasa nechinchi seanssiz? 8-chi seans bo'lmasa. Nechinchi seansdan o'zgarish bo'lib boshadi sizda? 2-chi seansdan. Boshamaga qaradi oyoqlarim. Bir yurib ko'rsating qani? Yurib, o'tirib turib. Yurganingizda og'riq bo'larmidi? Tizalarim ochilib, yovilishi qattiq qiyin edi. Qani o'tirib ko'rsatib bering, bir o'tirganingizda og'riq ish bo'lar edi, og'riqlar. Shunday deb oyog'im tiyma kelmaydi qo'ydi balam. Kelmasada. Ava, meni mardash ko'rinib o'tirsam, Allohga 100 ming qayta shukr bilan oyog'imning tizalarim bugilib, mardashga keldi oyog'im. Meni mindetib ham o'tirib bilmaydi o'ynadim. Oyoqingiz keldi hozir. Oyoqlarim ochilib, yovilib, meni tiyma kelib turibdi. Maşallah, şifasını versin. Ana shunday tilmaydi o'ynaydi. Bitlanmasa. Meni bugilmasaydi. Bugilmasadi. Meni. Hiç oturup bilmey kaçan karama ayağımda şunday deb uzatib, uyimdagi yaşılımdan gabishda to'ydim balam. Ministrmi sen deb o'tirata o'ynaydi. Ana shuning tiyini bir yostiq qo'yib turata o'ydim. Meni endi balam oyog'im yerga tiyib turibdi. Yostiq qo'ysangiz og'rimay turar edi. Hava og'rimay, talmay turata o'ydi. Ana endi shu yerga kelganli beri oyog'imda shunday qo'ysam ham hech talmaydi balam menga. Shifosini bersin. Shifo veram Allohdan, qalaversangiz sababchimiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mana rahmat balam. Alloh shifosini bersin. O'zgarishlar yaxshi Xudo xolasa. O'zgarishlar Allohga shukr. Avvalo shifo Allohdan, qalaversa bizlar sababchimiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Assalomu alaykum. Rahmat balam sana. Ko'p yasha, baxting ochilg'ay. Alloh razı olsun. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ixlos bilan kelinglar. Xudo xolasa shifo topasizlar. Aytishga gaplarim ko'p, lekin de shuni buyog'ma chiqarib aytib bilmay turibman balam sana. Tushundik. Rahmat. Ixlos bilan kelgan ekan. Qizimga da meneki seans o'tkazib, qizimdim hammalarim yaxshi balam. Shifosini bersin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yana oyoqlarimiz bog'landan kelgan. Ixlos bilan kelgan ekan. Ixlos bilan kelsanglar Xudo xolasa inshaalloh shifo topasizlar. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.